Hasanboy, Toshkent tumani, 6 sotix, 5 xona, bitta xo'l. Огородlari bor, tayyor remont qilib qo'yilgan. 200 kvadratga yaqin tayyor hovlimizda Arzon avtokanalida $135,000 ga egasini bilan ko'rsatamiz. Hasanboy mana ko'chani ko'rishlaringiz mumkin. Asfalt qilingan o'zbek mahalla, tashqi fasadi. Darvozani yaxshisidan qo'yilgan. Darvozaxonaga kirganimizda bitta mashina sig'adi. Endi karavotlarida turgan holatida. Bu narsalar tashab ketilyapti. 2020-yil qurilgan. Hovlisini ko'rishlaringiz mumkin. Zeleniy zona, daraxtzor ekib qo'yilgan. Bemalol qo'y echkilardan boqsalaringiz bo'ladi. Tovuq. Birinchi etajda oshxonasi va sanuzeli. Orqa tarafida skladi bor, uni oxirida ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda texnikalar qolyapti, stol-stullar. Bu yer sanuzeli mana. Dushovka qilib qo'yilgan plus vanna. Tepaga mana zinoqal chiqiladi. Bu yerda 4 xona, bitta xo'l, bu yerda bitta kattakon boloxona. Kirganimizda mana remont bo'lgan, ko'p bo'lgan yo'q, 5 yil bo'lgan, lekin yangi holatda turibdi. Bu planirovka o'zlariga moslashtirilgan. Bu detskiy xona. Bu yerda bitta singlisi, bu yerda onasi yotar ekanlar. Bu yerga bu naqalar qolyapti. Televizor, konditsioner, mebellar qolyapti. Ota-onalar yotsa, bu yoqqa ikkita yoki 3 ta karavat qo'yilsa, detskiy xona qilinadi-da. Yoki planirovkani eshikni o'zgartirsalaringiz ham bo'ladi. Misol alohida qilsalar bo'ladi. Bu yoq kattakon zalimiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerdagi mebellar ketyapti. Sizlarga obraz misolida. Bu yoqqa yana qo'shsalaringiz bo'ladi. Xuddi shunaqadan bittani. Remont ko'ryapsizlar. Bu yoq yopiq ekan, yopib ketgan ekanlar. Videosini qo'shib yuboramiz bu yerga. Bu yerdagi mebellar ham ketyapti. Ko'rishlaringiz mumkin. Boloxona, zal sifatida ham foydalansalaringiz bo'ladi. Yangi akvariumlar qo'yib qo'yilgan. Remontlari yaxshi holatda. Endi mayda-chuyda narsalar bor, ularga e'tibor bermaymiz. Umumiy bitta yaxshi lustra qo'yib yuborilsa, mana akvariumda skvoznoy yaxshi holatda. Hech qanaqa remont qilish shart emas. Narxi $135,000. Pastda egalari nomeri, lokatsiyalari bo'ladi. Hujjatlari hammasi joyida, ipoteka kreditga berilmayapti, faqat naqdga. Yana ustida o'tib beradigan joylari bor. Buni arzon variantda o'tkazmoq uchun kanalimizga obuna bo'ling.